Xo'p, start recording videosi bo'lyapti. Demak, hammaga salomlar. Bugun biz sizlar bilan front darsini o'rganamiz. Bugun ikkinchi darsimiz. Bugun nimalarni o'rganamiz desangiz, bugun hash 1 2 3 4 5 6 qisqachasi qilib aytganda bu yerda bugun biz o'rganadigan ma'lumotlar yozilgan. P tegini o'rganamiz va A tegini o'rganamiz. Demak, oldin avval menimcha siz bu index HTMLni qanday ochishni bilsangiz kerak. Keyin yana bir bu yerni tekshirib o'ting. O'tgan darsimizda yuklangan live server degan joyi borligiga aniq ishonch hosil qilinglar. Sababi bu eng muhim joy. Agar bu bo'lmasa biz kodimizga ram bera olmaymiz. Bu yerga qaytsak, bundan keyin oldin ko'rsatganimdek shift va 1 ya'ni undov ko'rinishini qo'yib bitta probelni bossak boshlang'ich kodlarni bizaga chiqarib beradi va biz bu yerga nima ikkinchi dars deb yozib qo'yamiz. Bu nimaligini bu yerda yozilgan narsa nimaligini keyinroq tushuntirib beraman. Endi masalan biz hash 1 yoki 2 3 ular nima deyishingiz mumkin. Masalan, hozir h1 da yozamiz salom deb. Endi bularni 6 ta hozir oldin qaranglar. Bu live server nimaga kerak? Biz kodimizga ram berishimiz uchun sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va bu yerdan open with live server degani bor. Qani bu yerda alt bilan L degan bos debdi. Qani o'xsharkanmi? Yo'q. Qisqachasi shu open with live serverni bossangiz buni natijasini bizga ko'rsatishi kerak. Mana Google'da mana salom degan so'z biza yozgan salom so'zi kelib chiqyapti. Va bu yerda endi salom emas hello yozsak, bu yerda ham hello so'zi kelib chiqar ekan. Siz agar ishlamayotgan bo'lsa bunga bitta ram bersangiz qaytib chiqadi. Ba'zi bir muammolar bo'lib ishlamasligi ham mumkin. Endi hash 1 va qolganlarini farqi nimada deyishingiz mumkin. Xo'p, salom tursinda, keyin bularni copyright qilamiz. Nechta? 5 ta bo'ldi, yana bitta. 2 3 4 5 va 6 mana. Qani endi tekshirib ko'ramiz yana qaytadan. Open with live server. Mana. Salom. Bular kichrayib ketyapti. Ya'ni h1 eng kattasi, bular esa undan biroz kichkinaroq bo'lib, eng kichkina bo'lyapti. Biz buni p orqali qilsak bo'ladi va boshqa. P ni hozir keyinroq o'rganamiz. Siz hozir bu yerda demak farqi faqat katta kichikligida ekan deyishingiz mumkin. Albatta yo'q. Sababi biz CSSda o'tgan paytimiz xohlasak h6 ni h1 dan ham katta qilib yuborib bilamiz. Shuning uchun farqi bunda emas. Bularni foydalanishida farq. Nima demoqchimanki, xo'p, bular h1 masalan bironta bir mavzuni sarlavhasi turadi-yu. Masalan bu yerga salom emas Toshkent haqida ma'lumot deymiz. Bu sarlavha, to'g'rimi? H1 bu sarlavha degani. Qolganlari esa istalgancha ishlatishimiz mumkin. Lekin H1 ni faqat bir marta ishlatib bilamiz. H1 ni faqat bir marta ishlatib bilamiz. Bo'ldi. Xo'p, demak tushundingiz deb o'ylayman. H1 bilan H6 va qolganlarning farqini. Bular farqi katta kichikligida emas, balki ahamiyatida. Biz mana bu H2 ni istagancha yoki H3 ni istagancha yozishimiz mumkin, lekin H1 ni bir marta yozishimiz kerak va shart.
Xo'p, men ko'pincha ishlatadiganlarim bu H1 dan 3 gacha. Qolganlarini uncha ko'p ishlatmayman. Bularni boya aytgandek istagancha ishlatishingiz mumkin. Endi xo'p, bular shundoq turib tursin. Endi bularni kommentariyaga olib turamiz. Bunda ham kommentariyaga olish xuddi bir Pythonga o'xshab katrli yotilgan tugmachani chiziqda. Pythonda qanday kommentariyaga olardik, bunda ham shunday. Xo'p, endi biza P degan bu yerda. Endi P nima? P bu hozir ko'ramiz. Bu yerga masalan mening xo'p yo'q larem VS Code'da shunday xususiyat bor. Agar larem deb yozsangiz, o'zi tayyor kichik bir matncha chiqarib beradi. Bu vaqtinchalik anonlarga bizaga qulay bo'lib turadi desa ham bo'ladi. Ya'ni ma'lumot yozishimizdan oldin sinab ko'rish uchun. P ni hozir nimaligini ko'rib olamiz. Mana. Qisqaroq qilayda larem imsut to'g'rilagan. Shuncha bo'lsin mana. E'tibor bersangiz bu kichkina emas, katta bo'lyapti. Biz buni qaysida ko'ruvdik? Adashmasam, mana bunda ko'ruvdik. Xo'p. Qaysidiridir shu P bilan bir xil degandim, adashmasam. Qaysi biri? Ha, mana. Mana bu o'zi P dan ham kichik, mana bu ikkovi. P bilan bir xil, adashmasam, mana bu salom. Bu qaysiga to'g'ri kelar ekan? Ha, H4 P bilan bir xil. Bo'ldi. Faqat qalinligi. U mana bu P'ni ham qanday qilib qalin qilishni keyingi darsimizda o'rganamiz. Xo'p. Tushundingiz, H1 bilan P'ni tushundingiz deb o'ylayman. Yana qaytib takrorlayman. H1 Hda 6 ta turi mavjud. H1, H2 va hokazo. Va bularda eng ahamiyatga egasi H1, eng ahamiyatsizi ko'p ishlatilmaydigani H6. Men o'zimga H3 gacha ishlataman va bu yo'qlarni uncha ko'p ishlatmayman. Chunki bulardan ko'ra men P'ni afzalroq ko'raman. Sizlarni bilmadim. Xo'p, bularni kommentariyaga olamiz. Buni ham kommentariyaga olamiz. Xo'p, H'ni o'tdik, P'ni o'tdik va so'nggisi axref ekan. Xo'p, sizlarga keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bular H1 bu bitta teg. Yo'q, P dan olaylik-da. P bitta teg. VS Code'da atributlar hamda teglar mavjud. Teglar bu mana asosiysi. Atributlar esa masalan bu yerga nima bor? Class degani bor mana. Bu bitta atribut mana. Class bu bitta atribut. Ya'ni tegning ichida yoziladigan ma'lumotlar bitta atribut hisoblanadi. Keyin nega buni aytyapsiz deyishingiz mumkin, chunki hozir axrefga kerak bo'ladi va necha minut bo'libdi? Nimaga bu? Mayli. Xo'p, axrefini hozircha o'tib ko'rib turamiz. O'zi ham nima qiladi? Boshida masalan bu yerga salom deb yozsak nima chiqadi bizaga? Mana. Oddiy, hech nima emas so'z. Lekin buni ichiga biz href qo'shsak, href atributini qo'shib, buni ichiga bironta bir link qo'ysak, masalan, o'tamiz va bu yerga kirib o'zimning kanalim YouTube
Mana bu yerdagi linkini olib qo'yamiz. Esingizdan chiqmasin. Boshqa yerdagi emas, mana bu yerda turgan narsa bu link deyiladi. Va buni olamizda refni ichiga shundoq tashlab yuboramiz. Va bunga esa obuna bo'ling deb yozib qo'yamiz. Endi o'tamiz. Bu boshqacha rangda chiqyapti va bitta buni ustiga bossak, ichidan o'zi shu kanalimga o'tib beryapti. Ko'rishingiz mumkin. Men kerak bo'lsa mana bundan X bilan ham chiqib ketaman mana. Yana bitta bossam, yana o'zimni kanalimga o'tib yuboryapti. Bu nima desam bir ahref, ya'ni bu yerda istagan linkingizni yozasiz va bu yerga bironta bir so'z yozasiz. O'sha so'zni bosganda o'sha linkka o'tib beradi. Biz faqat buni boshqa veb-saytlar bilan emas, balki bir ikkita papka, ya'ni ikkita HTML dan ham qilsak bo'ladi. Bu yerga xo'p index2 deymiz. HTML bo'lishi albatta shart. Bu yerga aytamiz, masalan, xo'p, H1 da nega bu yerga kirding deb yozib qo'yamiz. Va endi sinab ko'ramiz, qanday natijani beryapti ekan. Bittadan mana bu yerni o'zgartirib qo'yish kerak. Bu yerga biz hop slash mana o'zi chiqarib beryapti. Slashni bossak, index emas, index2 kerak bizga. Index2 kerak. Hop. Endi bitta yangilab yuboramiz. Obuna bo'lingni bossak, nega bu yerga kirding? Ya'ni bunisi indeksda yozgan ma'lumotimizni chiqarib beryapti. Xo'p, qancha bo'libdi vaqtimiz? 12 minut bo'libdi. Bo'lmasa qaranglar. Men yana bir narsani sizlarga o'rgatib ketaman. Xo'p, bu nima edi? Nimadir mayli. Nima bo'lsa ham bir muhim narsa edi-da, esimdan chiqib ketdi mana. O'sha payti tushuntirishim kerak edi. Mayli. H1ni o'tdim, P'ni o'tdim, ahrefni o'tdim. Demak, menimcha tugadi bugungi ma'lumotlar. Bugungi darsimiz tugadi. Aytgancha, mana buni tushuntiraman degandim sizlarga. Bu ikkinchi dars. Bu yerdagi yozuv nima qilib beradi? Yo'q. Qani? Mana bu. Bu dokument orqaga qaytsak mana. Bu yerda ikkinchi dars deb turibdi biz yozgan ma'lumotimiz. Bu yerda yozgan ma'lumotimiz turibdi ikkinchi dars deb. Menimcha tushundingiz deb o'ylayman bugungi mavzuni. Tushunmagan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Albatta keyingi darsimiz o'rgataman. Tilim ham chalkashib ketdi. Mayli. Xo'p. Mikrofonni qarshisida Developer X edi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.